Yurak-chi, bezovta qilyaptimi yo'qmi? Yo'q, yuragim ham ancha yaxshi. Zo'r. Kechqurun uxlashlarga qiynalardim. Yo'q, olayotgan davolarimizni natijasida yaxshi o'zgarishlar bor, alhamdulillah. Nima muomala bilan kelgandingiz? Hozir qanaqa o'zgarishlarni sezdingiz? Qiladigan ishlarimiz bu yerda sizga ma'qul bo'lyaptimi, yo'qmi? Shuni ochiqchasiga bemalol aytib olishingiz mumkin hozir. Men bu yerga kelishimga sabab shu, menda buqo bor, uni tugillari bor deb aytgan bir necha yil oldin. Men o'shanda 22 yoshmidim, shunda aytgan edim. Yuzlaringizdagi dog'lar, mana shu buqoniki qaratishingiz kerak degan. Unda bolalarim yosh bo'lgani uchun qaratmaganman, imkon bo'lmagan. Keyin shu bilan 2002-yilmi o'sha dispanserga borib, endokrinologiya dispanserida tekshirtirib, u yerda lecheniya oldim. Shu tugillari bor deb tushuntirishdi. Undan olganimdan keyin yarim yil, 1 yil olgandan keyin yana tashlab qo'ydim. Keyin ungacha har tabobatida ham lecheniya oldim. Keyin Instagramga kirib sizlarni ko'rib qoldim. Deb shu hujayra darajasida operatsiyasiz davolaymiz deganinglar uchun kelib uchrashdim. O'zim bilan birga kelinimni ham buqolari bor edi, yuring dedim. Keldi, keyin nevaram oyisiga ergashib keldi. Endi kelding, seni ham gigiyena tekshirtiramiz dedikda, buqog'ini o'ziga qon topshirdik, tahlilda zaharli buqo chiqib qoldi, 4-sinf o'quvchisi. Biz uni bor deb o'ylamadik. Kichkina bolalarda buqo bo'lmaydi deb o'ylardik-da. Shunday deb o'ylashadi. Endi men davolanadi yaxshi, kanikulda o'sishlari ham yaxshi. Zo'r. O'zimiz ham yaxshimiz, mana tovonlarim yorilardi, yaxshilanyapti, uyqularim ham yaxshilanyapti. Yurak-chi, bezovta qilyaptimi yo'qmi? Yo'q, yuragim ham ancha yaxshi. Kechqurun uxlashlarga qiynalardim. Yo'q, olayotgan davolarimizni natijasida yaxshi o'zgarishlar bor, alhamdulillah. Zo'r. Xursandman. Sizlarga muvaffaqiyat. Rahmat. Alloh rivojlantirsin. Bizadagilarga yordam beraveringlar ko'plab. Rahmat opagina. Baraka topinglar. Salomat bo'ling.